Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Maestro Ulush do'stlar. Bugun videoda sizlar bilan biz Plant vs Zombie o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni chiqmasin bo'lsin ketdik. Salomlashib qo'y. Kam. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga har doimdek Maestro Ulush bo'lyapti. Xo'sh do'stlar, bugun mening tug'ilgan kunim, shuning uchun obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. O'tishda video va keyingi qism. Biz ham boshladik. Mana zombilar. Xo'sh, ovozini sal chiqaraylik. Mana bo'ldi, xo'sh boshladik. Men bu o'yinni oldin o'ynaganman. Judayam ko'proq o'ynim bo'lgan. Sizlarga ko'rsatishim esimdan chiqqan. O'sha payt kanalim yo'q edi. Yo'q, hozircha men buni qo'ymayman. Bo'lmasa zombilar kelishi mumkin. Xo'sh. Xo'sh, bo'lmasa do'stlar, ukam ketib qoldi. Normal. O'zimiz o'ylayveramiz. Xo'sh, bo'lmasa birinchi zombi qaytadan kelyapti. Mana qani. Qo'y. Yaxshi xo'sh. Xo'sh, o'zingizga nima gap akalar? Anchadan beri video chiqarmay qo'ydim. Akalar, sizlarga ming bor uzr. Qishloq rivojlantirish videosi endi chiqmaydi. Buni Minecraft joyga chiqmasligi mumkin. Bundan keyin boshqa narsalarni ham chiqarishga harakat qilamiz yoki buning ikkinchi qismini olamizlar. Xo'sh, bo'lmasa boy ketdik. Boshdan davom etamiz. Tez o'ldira. Mayli. Xo'sh. Akalar, siz Uzbek Gaming kanaliga ham obuna bo'lib qo'yilib, u mening do'stim. Ham yaxshi video oladi. Endi har bir qatorga ikkitadan qo'yib chiqamiz. Tezroq o'ldiradi shunda. Xo'sh. Mana zombilar. Brains, miya. Xo'sh, tezroq ochilsa bo'ladi. Bo'ldi. Mana birinchi zombi ham ketdi, ikkinchi zombi ham ketdi. Bu o'yinni o'ynaganlar tushunadi, o'ynamaganlar mana videoda ko'radi. Shu mana ko'ryapsizlar o'zini. Mana kallani agar mana ko'tarib kelgan zombi joni ko'proq bo'ladi. Adashibman. Top. Xo'sh, mana shu oxirgi 100 tani qo'yib yuboraylik. Ana. Xo'sh, akalar, men buning zombi kattasini iltaman. O'zimiz tanlaylik, endi iltimos. O'zim tanlay. Xo'sh. Mayli, buni aytishingizda bo'lsa kerak, uni farqi yo'q. Birinchi quyoshlarni qo'yishni boshlaymiz. Xo'sh. Mana pastda level turibdi, mana pastda chiqib ketdi. Xo'sh, qaytadan kelibdi birinchi zombi. Xo'sh, maytdan kelyapti. Xo'sh, do'stlar, video pauza bo'lib qoldi. Mana pastda pulimiz yonida level ham bor. Voy, men qanaqa xato qilib qo'ydim. Endi bu yoqqa bitta betiga va betiga ikkita quyoshcha qo'yib, betga oddiy no'xat otadigan qo'yamiz. Ketdik. Işte o'rtadan kelmasin-da. O'rtadan kelmas. Yaxshi, o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Himoya qiluvchi.
Mana bu quyosh ikkitalik varianti bor. Uni hali qog'ozda qorni kattalar deb bo'lganimizdan keyin ko'rsatadi. Adventure bor yerda akalar, keyin davomiy qismi. O'shani o'ynab ko'rishga harakat qilamiz. Akalar like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana sizlar uchun men tug'ilgan kunimda ham harakat qilyapman. Aha, no mayli. Qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Ko'proq quyosh beradiganini qo'yib deyapti semichga. No'xat otargilarni ham qo'yib deyapti, shuning uchun shansin ko'proq bo'ladi deyapti. Bu o'rtaga qo'yish kerak. Mana ketdik. Quyosh berish ehtimoli ham ko'payadi deydimi, shunday. Xo'sh, ketyaptim. Yaxshi. Sal pasaytiraylik, o'zim. Ket. Xo'sh. Yaxshi, pastdagilar ham yaxshi-ku, nima? To'xtanglar hozir. 1 2 3 bum bum. Xo'sh, mana shu ham yaxshi katta pul oladi, ancha ko'p. Bu ham ko'p, mana bu o'tgan payti yordam beradi bu. Voy, men qo'shishdan chiqibdi-ku meniki. O, ana, mazza. Ana akalar. Yes. O'rtaga ham bitta qo'yib olsak, mana quyoshchadan. Ana, o'rab turibdi. Qatyapti, buni xohlasam bo'ladi. Nima deysan? Shaqa ham qo'yaman. Ot. Ota qo'lini shu. Ot, yema. Nima do'stsanlar o? Kuchli bratishkaman men. Hazil akalar. Xo'sh. Xo'sh, endi akalar o'zimiz tanlaymiz bunda. 3 talik endi ham bitta meva qo'yadi. Va itlarga qo'yadi javobni. Aytdim-ku, nima dedim? Voy, bekor 3 ta berdi-da. O'rtaga qo'yamiz birinchi. Mana shu oxirgi o'yin bo'lsin. Tez. Xatyapti, bunga nima qilishimiz kerak-ku? No'xat otarga. Asash kerak. More zombies were coming deydi. Ana. Yaxshi, birinchi zombi o'rtadan. Akalar bunda xato qilmaslik kerak uncha. Xato qilsak, no'xat otar boshqa joyga qo'yib ketadi. Voy, yema. Kema. Orqaga chiqma. Bitta tush. Yaxshi. Mana zo'r himoya qilamiz. Hozir mayaqa to'lla kartoshka qilamiz. No'xat degan. Yog' degan uzr. To'xta, yana bitta qo'yamiz bu yoqqa. Yaxshi. Mayli, pul ketsin. Xo'sh, endi qayerdan kelyapti yana bitta zombi. Shu ko'rinsa bitta yaxshi bo'lardi-da. Konflash zombies. Yo'q. Tezroq bitta quyoshga tushsa yaxshi bo'lar. Hoppa. Shop. Katta orqasiga bittalar quyoshga qo'yib chiqishi. Ikkita qo'yishdan boshlaydi, pastga qo'yishimiz kerak. Yo'q, qolgan, davay. Yaxshi. Barakalla o'zingga. Mayli, bitta valna bo'lar ekan. Voy, o'rtaga bitta qo'ysak yaxshi bo'lardi. Xo'sh, bu yoqqa bitta qo'yamiz. Tezroq chiqarib quyoshga bo'yib ketganman. Mayli, mana shu yerda ikkita kaska kiygan zombilar chiqsa qo'yaman deb ochdim, mana qo'ydim.
Xo'sh, buni bitta qo'yib chiqamiz himoya qilish uchun. Защита beklinga. Hoppa. Soniyasi tezroq to'lmaydi, kamroq to'ladi. Xo'sh, tepada bitta. No'xatdan yeb ulgurishga, yeyishga ulgurmaydi. Diktalar. Xo'sh. Zaten o'rtaga bitta mina qo'yib, ana. Povbi. Agar biz ham keyin shartni bajarishimiz kerak. Bunaqa qo'yib bitta 3 ta himoyasiz bor. Pastga bitta qo'ysak, keyin himoya bo'ladi. Himoyani daqa qo'yib qo'yaylik. Baqa oxirga qo'ysang, mayli. Shu ham bizga foydali bo'ladi. To'g'ri qo'yibman pastga joyiga. Yutqazmay. Bitga bitta nima qo'ysak, hech narsa qilmasa kerak. Shunday ochiq. Zato chiroyli bo'lib tursa yaxshi emasmi akalar? Короче. Lopatka olishimiz uchun bu. Let's you dig a top block for another bunch. That's so. Xo'sh do'stlar, shu yerda men videoni tugatishimga to'g'ri keldi. Hayır do'stlar, keyingi video, ya'ni keyingi video 10 ta like'dan keyin chiqadi. Mayli 5 ta like'dan keyin ukam bilan video olamiz. Hayır do'stlar, hammaga xayr.